Assalomu alaykum. Mavzuyimiz qabziyatga monand holatda ich ketishi, ya'ni juda ham kam insonlarda uchraydi, lekin xalqimiz orasida ora-surada ko'rinib turadi. Ya'ni taxminan 1000 ta insonga bitta nisbata to'g'ri keladi. Bir kunda bemorning ichi 4, 5, hatto 10 martagacha suyuq holatda kelishi kuzatiladi. Bu qanday kasallik desa, bu asosan ikkita holat sabab bo'ladi. Birinchisi ichaklardagi varsinkalar, ya'ni tukchalarning yotib qolishi yoki nobud bo'lib to'kilib ketishi. Ikkinchi sababi oshqozon ichak tizimidagi fermentopatiyalar, ya'ni fermentlar muvozanatining buzilishi, yetmasligi yoki ularning butunlay bo'lmasligi. Fermentopatiya holatlari asosan chaqaloqlarda kuzatiladi, ayniqsa ona sutiga nisbatan ko'proq uchraydi. Bolajonlarda ona sutini emganda ichi doim bir xilda ketadigan bo'lib qoladi va sutni parchalovchi fermentlar yetishmasligi hisobiga kuzatiladi. Endi ikkinchi holatimiz bu yoshi ulug'larda ko'proq kuzatiladi. Ayniqsa ko'p tabletka iste'mol qiladigan insonlar uzoq yillardan keyin ich ketishiga moyil bo'lib qoladi. Ayniqsa bu tabletka ichishga bog'liq, chunki biz iste'mol qilayotgan kimyoviy tabletkalarda ichida bor degan modda bor. Mana shu modda oshqozon ichak tizimiga tushganda varsinkalarga zaharli ta'sir ko'rsatadi. Mana shu zaharli ta'sir effekti hisobiga varsinkalarda nobud bo'lishi yoki ularda kuchsizlanib yotib qolishi ko'p kuzatiladi. Bundan tashqari spirtli ichimliklar ham bunga katta sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ko'p energetik ichimlik iste'mol qiladigan insonlarda ham mana shu holat ko'plab kuzatiladi. Ovqatlanish tartibining buzilishi ham, zaharli ovqatlarni ko'p iste'mol qilish, me'yordan ortiqcha ovqatlarni iste'mol qilish ham bu holatga olib kelishi mumkin. Keyingi sabablardan biri o't qopi kasalliklari, ya'ni o't suyuqligi ishlab chiqarilishining muvozanatining buzilishi, ba'zan me'yordan ortiqcha o't suyuqligining ishlab chiqarilishi ham ich ketishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, bu holatda qanday yordam ko'rsatiladi? Birinchi o'rinda bemorga birinchi sababchini yo'qotish hisoblanadi, chunki chaqaloqlarda kuzatilayotgan bo'lsa, o'sha ona sutidan ratsionni o'zgartirish, sun'iy ovqatlantirishga o'tkazish. Yosh ulug'larda esa kasallikni holatiga, keltirib chiqaruvchi sabablariga qarab davo choralari olib boriladi. Doktor Ali klinikasida mana shunday ich ketishi bilan shikoyat qiladigan insonlarga ikkita mahsulot tavsiya etamiz. Doktor Ali balzami va Doktor Alidagi Sumbul shifo balzamlari birgalikda iste'mol qilinganda oshqozon ichak tizimidagi to'kilib ketgan varsinkalarni qayta tiklash, yotib qolgan varsinkalarda umumiy holatini yaxshilash uchun va ich ketishini to'xtatish uchun juda ham samarador hisoblanadi. 3 oy davomida iste'mol qilinganda bemorda butunlay oshqozon ichak faoliyati xudo xohlasa to'liq tiklanib, bemorda ich ketishi degan shikoyatdan butunlay qutulishlari mumkin. Salomat bo'ling.